Ko'pchilik birinchi videoni ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu Turkiya burslariga tanishtiruv va imtiyozlar haqida qisqacha video qilingan edi. Va bugungi videomiz asosan Turkiya burslariga kerakli bo'ladigan hujjatlar va grantga topshirish jarayoni haqida bo'ladi. Demak, boshladik. Demak, hujjatlardan boshimiz birinchisi tabiiy hamma joyda kerak bo'ladigan pasport. Lekin Turkiya burslarining yengillik tarafi bor. Ya'ni qanaqa agar sizda zagaran yoki xalqaro pasportingiz bo'lmasa, bemalol ID karta yoki yashil pasport bilan ham topshirishingiz mumkin. Keyingisi elektron rasm yoki o'zingizni rasmingiz uchga turli bo'lishi shart emas, lekin ko'krakdan tepasi tushgan va orqasi oq fonda tiniq tushirilgan rasm bo'lsa ham bo'ladi. Keyingisi agar siz bakalavriatga topshirayotgan bo'lsangiz, sizdan maktab shartnomasi so'raladi. Agar bitirgan bo'lsangiz, agar hozir 11-sinfda yoki kollej litseyda o'qiyotgan bo'lsangiz, shu paytgacha olgan baholaringiz bu maktab o'quvchilari uchun 9, 10, 11-sinf baholari va kollej litsey o'quvchilari uchun 1-kurs va 2-kursdagi 1-semestr baholari kerak bo'ladi. Va o'zi qabul muddati 20-fevralgacha davom etganligi uchun maktabda o'qiyotganlar ham o'sha 11-sinf 2ta choragini va kollej litseyda o'qiyotganlar 2-kurs 1-semestr baholarini olishga va tugatishga yetadi umuman o'zi. Keyin agar siz magistraturaga topshirayotgan bo'lsangiz, bakalavr diplomi, agar bu yil tugatadigan bo'lsangiz, 1-3-kurs baholaringiz va 4-kurs 1-semestr baholari. Doktorantura ham xuddi shunaqa, magistr diplomi tugatmagan bo'lsangiz, magistr 1-kurs va 2-kurs 1-semestr baholari kerak bo'ladi. Va ixtiyoriy shakldagi diplom va sertifikatlar va yutuqlar, lekin bu ixtiyoriy degani bilan men o'zim shaxsan yuklashingizni maslahat beraman. Bu sizni qo'shimcha yutuqlaringizni ko'rsatib beradi va grant o'tish ehtimolingizni oshiradi. Bular nima bo'lishi mumkin? Oddiy maktabdan olgan faxriy yorlig'ingiz bo'lishi mumkin yoki fan olimpiadasi, sport musobaqalarida qatnashib olgan sertifikatlaringiz bo'lishi mumkin yoki ba'zan hatto qanaqadir tadbirlarga qatnashganlarga ham faol qatnashganligi uchun yoki certificate of participation yoki certificate of appreciation deb beriladigan sertifikatlar bor, ular ham plus bo'lib beradi sizga. Va bundan tashqari tabiiy til sertifikatlari yoki ACT va shunga o'xshagan fanlarga oid sertifikatlar bo'lsa, bular ham sizga plus bo'lib beradi. Undan keyin o'qituvchidan tavsiyanoma yoki recommendation letter ham bo'lishi tavsiya qilinadi, o'zi shart desa ham bo'ladi buni. Bu qanaqa bo'ladi? O'qituvchingiz sizni yaxshi taniydigan odam bo'lishi kerak. Bu shunchaki tashqaridan bitta yozib bera olmaydi. Sizni yaxshi taniydigan bitta o'qituvchingiz, bu sinf rahbaringiz bo'lishi mumkin, fan o'qituvchisi yoki maktab direktori ham bo'lishi mumkin yoki o'sha o'quv markazidagi o'qituvchingiz bo'lishi mumkin. Agar magistr doktorantura topshiradiganlar bo'lsa, universitetdagi professorlar yoki ish joyidagi odamlar ham hatto tavsiyanoma yozib berishi mumkin. Agar topshirayotgan yo'nalishiga aloqador bo'lsa bular. Tavsiyanoma o'zi sizni maqtab, sizni qilgan ishlaringizni, xarakteringizni va ularni sizni qanaqa ko'rishini aytib berishi va sizni bu grantga tavsiya qilish kerak bo'ladi. Buni qaysi tilda yozamiz deydigan bo'lsalar, iloji bo'lsa, agar ular ingliz yoki turk tilini bilsa, o'sha tillarda, agar bilmaydigan bo'lsa, o'zbek tilida olib, uni tarjima qildirtirsangiz ham bo'ladi. Faqat bunga ehtiyot bo'ling, ko'pchilik o'qituvchilar yo buni bilmaydi, ya'ni tavsiyanoma yozishni bilmaydi va shunchaki ChatGPTdan yozdirib qo'yadi va buni iloji bo'lsa umuman yuklamaganinglar 1000 marta yaxshi uni ChatGPTga yozilgan variantni yuklagandan ko'ra. Va umumiylikni olib qochsin, ya'ni aytaylik, mana shu A o'quvchisi menda 2 yil o'qidi, yaxshi o'qidi, darslar yaxshi o'zlashtirdi, darslarga har qanday kelgan formada keladi degan umumiy gaplardan olib qochish bilan umumiy gaplarni olib qochishga harakat qilmasin iloji bo'lsa, aniq konkret nima qilganingizni va keyin uni biroz ochib bersin. Aytaylik, mana shu o'quvchi darsdan tashqari kelib, mendan mana shu mavzularda har doim so'rab turgan va shular o'rganish natijasida hozir mana shu ko'nikmalarga ega bo'ldi deb yozib bersa, tavsiya qilsa ancha yaxshi bo'ladi va grant o'tish ehtimolingizni ham oshiradi. Keyingisi maqsad xati yoki motivation letter deydi. Bu eng muhim hujjatlardan biri deb ayta olaman. Eng muhim emas, lekin muhim hujjatlardan biri. Maqsad xati nima deydigan bo'lsak, bu sizni aynan Turkiya burslariga nimaga topshirmoqchiligingizni ko'rsatib beradigan, ya'ni maqsadingizni ko'rsatib beradigan bitta insho desa ham bo'ladi. Uni limit yo'q, ya'ni 200 so'z, 150 ta so'z bo'lishi kerak degan joyi yo'q, lekin taxminan o'sha 150 va 300 ta orasida bo'lishi taxminan o'rtacha deb aytiladi. Lekin buni hech qanaqa limiti yo'q. Keyin o'zi maqsad xati nima qanaqa bo'ladi desanglar,
nimaga Turkiyada o'qimoqchisiz, maqsadlaringiz, yutuqlaringiz, o'zingiz haqingizda va sohangizdagi bilimingiz, sohangizdagi rivojlantirmoqchi bo'lgan nima deydi, mavzularingiz haqida yozib, yoritib berishingiz mumkin. Bundan keyin boshqa qo'shimcha hujjatlar bo'lishi mumkin. Masalan, magistratura, doktoranturaga topshiradiganlarga CV yoki rezyume bo'lishi ham kerak. CV, rezyume degan buni menimcha hamma biladi. Shu paytgacha qilgan ishlaringiz, ish tajribangiz, ta'limingiz, o'zingiz haqingizda ma'lumotlari qisqacha bitta fayl shaklida qilingan hujjat formati desa ham bo'ladi buni. Buni ham qilishingiz kerak bo'ladi va magistratura yoki doktoranturaga topshiradiganlar uchun yana bitta hujjat bu ilmiy ish taklifi desa ham bo'ladi. Inglizcha research proposal deydi. Buni ham yozib taqdim qilishingiz kerak bo'ladi va bu ham sizlar uchun majburiy. Va til sertifikat mavzusiga keladigan bo'lsak, til sertifikati majburiy emas, lekin bo'lsa bu ham plus bo'lib beradi. Ikkita holatimiz bor to'g'rirog'i. Agar siz ingliz tili sohada o'qimoqchi bo'lsangiz, birinchi yetishim kerak bo'lgan narsa IELTS qabul qilinmaydi. Turkiya universitetini 99% holatda universitet qabul qilmaydi. Ba'zi universitetlar bor, IELTS qabul qiladi. Lekin ular juda ham cheklangan va hamma yo'nalishi bor deb bo'lmaydi. Misol uchun shaxsan o'zim bitta o'rtog'im bor, Anqarada hozir IELTS bilan Turkiya bo'lsa topshirgan va Anqarada ingliz tilida yo'nalishda o'qiydi. Lekin bundan boshqa deyarli hammasi faqat IELTS o'zi bilan topshirgan bo'lsa, yo umuman qabul qilinmagan yoki ingliz tilida yo'nalishga emas, turk tilida yo'nalishga qabul qilingan. Shaxsan o'zim ham IELTS 7 bilan topshirganman, 23-yili ingliz tilida yo'nalishga topshirganman. Lekin IELTS qabul qilmaganligi uchun ham turk tilida yo'nalishga meni qabul qilishgan. Bunaqa holatda aytganimdek, yo IELTS siz bo'lsa ham turk tiliga qabul qilinasiz yoki uni o'rniga yoki unga qo'shimcha tarzda SAT yokida TOEFL IBT va boshqa qo'shimcha xalqaro ingliz tili sertifikatlaringiz bo'lsa, bular ham sizni ingliz tilida o'qishingizga yordam beradi. Ya'ni SAT yoki SAT imtihoni bo'lsa sizda u ingliz tiliga kompensatsiya sifatida qabul qilinishi mumkin va ingliz tiliga yo'nalishga qabul qilina olasiz va umuman SAT darajasi yaxshi bo'lganlar uchun grant uchish darajasi nisbatan yuqoriroq bo'ladi boshqalarga qaraganda. Va agar sizda SAT yoki IELTS bo'lmasa, bemalol faqat turk tilida yo'nalishga topshirishingiz mumkin. Sizdan hech qanaqa turk tili imtihoni, sertifikati yoki bilimi umuman so'ralmaydi. Bemalol Turkiyaga kelgan paytingiz turk tilini o'rganasiz. O'zi menimcha Turkiya bursani turk tilini bilmasdan yutganlar soni hatto bu tilni bilib yutganlardan ko'proq deb o'ylayman men. Va boshqa qo'shimcha hujjatlar deyarli yo'q. Hujjat topshirayotgan paytda qo'shimcha yana chiqib qolishligi mumkin, lekin ular unchalik muhim emas yoki meni hozir yodimdan ko'tarilgan bo'lishligi mumkin. Endi grantga hujjat topshirish jarayoni haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi videoda aytib o'tganimdek, qabul muddati 10-yanvardan 20-fevralgacha davom etadi, ba'zan cho'zilishi mumkin. Demak, mana shu davr davomida hujjatlaringizni topshirishingiz kerak bo'ladi Turkiya burslari saytidan va undan keyin hujjatingizni Turkiya burslari komissiyasi yoki grant komissiyasi ko'rib chiqishni boshlaydi va bu jarayon taxminan mart, aprel va hatto may, iyun oylarigacha cho'zilishligi mumkin va undan keyin ikkinchi bosqichga o'tishingiz mumkin. Bu ikkinchi bosqich suhbat yoki intervyu jarayoni deb ham aytiladi. Bu odatda aprel, may va iyun oylarida bo'lishligi mumkin. Har yili har xil, aniq aytib bo'lmaydi hozir oldindan. Demak, bu qanaqa bo'ladi? Agar siz bakalavrga topshirgan bo'lsangiz, sizdan birinchi matematikadan imtihon bo'ladi, yo'nalishdan qat'iy nazar va ikkinchisi suhbat yoki intervyu bosqichi bo'ladi. Matematika aytdim testini yo'nalishdan qat'iy nazar hammaga bo'ladi, faqatgina san'at yo'nalishiga topshirayotganlardan tashqari. Ya'ni siz tibbiyotga topshirayotgan bo'lsangiz ham psixologiya, jurnalistika, biznes, iqtisod, IT qaysi yo'nalishga topshirishingizdan qat'iy nazar sizda matematika imtihoni bo'ladi va mavzulari oson mavzudan boshlanib to integral trigonometriya va hosilalargacha boradi. O'shaning uchun matematikani yaxshi bilishingiz tavsiya qilinadi. Undan keyin matematika testidan keyin sirazi yoki ortadan darrov intervyu bosqichi bo'ladi. Bu yerda sizdan maqsadlaringiz, hujjatlaringiz, o'zingiz, sohangiz va sertifikat o'sha yuklangan hujjatlaringiz haqida siz butun profilingizdan ko'rib chiqib, tahlil qilinib, ekspertlar savol beradi. Agar siz bu yerda turk, ingliz yoki rus tilini bilsangiz, bu intervyuda o'zingiz shaxsan o'zingiz olib borishingiz mumkin.
Agar yo'q bu tillarni bilmayman, faqat o'zbekchani bilaman deydigan bo'lsangiz, o'zbek tilida muloqot qilishingiz mumkin. Sizga tarjimon beriladi. Bu yerda ham hech qanaqa muammosi yo'q, ya'ni. Lekin agar inglizcha yoki turk tilini biladigan bo'lsangiz, men maslahat beraman o'sha tillardan gaplashish. Lekin ba'zan ular qo'shimcha rus yoki arab tillarini ham bilishligi mumkin. Bu ekspertlarning o'ziga bog'liq. Lekin qisqacha shunaqa. Magistratura va doktoranturaga topshiradiganlar uchun esa faqatgina suhbat yoki intervyu bosqichi bo'ladi. Ya'ni ularda matematika testi degan narsa bo'lmaydi. Va ularda ham o'sha bakalavriatga topshirganlar intervyusi bilan deyarli bir xil jarayon bo'ladi. Ya'ni siz sohangiz, o'zingiz yo'nalishingiz haqida savollar beriladi, lekin sohangizga nisbatan chuqurroq kirishligi mumkin bo'ladi. Chunki siz allaqachon bakalavr kamida 3 yil yoki 4 yil o'qigan bo'lasiz va sohada yetarli darajada boshlang'ich bilimga ega bo'lgan bo'lasiz. Bu suhbat bosqichini yakunlagandan keyin siz kutasiz yana va yozning oxiri va kuzning boshida, aytaylik avgust va ba'zan iyul oxir bo'lishi mumkin. Iyul oxir, avgust yoki sentabr oylarida, demak, siz grant yutganingiz yoki yutolmaganligingiz haqida javob keladi, emaildan keladi yoki veb-saytdan ko'rishingiz ham mumkin javobini. Agar siz intervyuga chaqirilmagan bo'lsangiz ham javobi o'sha grant javob chiqqan paytda, ya'ni kuzda yoki yozning oxirida sizga xabar keladi. Yo intervyudan o'tib yutolmaganlarga ham xuddi shunaqa, lekin intervyudan o'tib yutganlarga, demak, siz grant yutdingiz deb qabul qilingan universitetingiz, grantga nimalar kirishi va boshqa ma'lumotlar sizga beriladi. Va buni aytib o'tganimdek, yoz oxiri va kuzni boshlarida bo'ladi. Bundan keyingi jarayon o'sha hujjatlaringizni to'g'irlash, apostil qilish, bilet masalalari, Turkiyaga kelish bo'ladi. Umuman bu alohida mavzu va bunga xudo xolasa keyinchalik yana alohida mavzu qilib bitta alohida video qo'yishim mumkin. Bugungi mavzularimiz asosan Turkiya burslar uchun kerakli bo'ladigan hujjatlar va grantga topshirish jarayoni haqida bo'ldi. Agar Turkiya burslari yoki shunga o'xshash boshqa grantlar haqida ma'lumotlar sizga qiziq va kerak bo'lsa, mana Instagram va Telegram tarmoqlaridan kuzatib borishingiz mumkin. Lekin tabiiy, albatta, YouTube'da ham uzunroq va ko'proq tushuntirilgan detalli videolarni ham qilib boraman. Buning uchun menga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang.